Assalomu alaykum. Hurmatli meni ashaddiy obunachilarim va tomoshabinlar. Hop, sizlarga Xudo xolasa 2026-yil 25-iyul kun holatiga ko'ra bir qator so'rilarimizni obzor qilib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu koshona so'ri nima deyapti? Xudo xolasa egasini kutyapti. Bularning ma'lumotlari videoda oxirida biz albatta oxirigacha kuzatib boringlar. Bir qator narxlarni tanishtirib boramiz. Qani ketdik yo'masam. Obunachilar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, aytgancha bizni manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'ida bo'ladi. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol telefon qilsalar, aka sem tashlab beraveramiz. Buni so'rimiz 4 oyoq yong'oqli, razmeri 220 ga 270, dilali fasonimiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, 3.800.000 so'm. Endi xuddi shuni 240 ga 290 bo'ladigan bo'lsa, 4.200.000 so'm vodiy bo'ylab dastavka bor. Qolgan viloyatlarga 500.000 qo'shiladi. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Xontaxta 400.000 so'm, operator ko'rsatib qo'yasiz. Skameyka kerak deganlarga 1.200.000 so'm mana. Skameykasi ham juda chiroylisidan bo'ladi, xudo xolasa. Naqshkor bo'ladi. Oddiy emasda. Keyingi so'rimiz o'sha 6 ariqqa olib borib bergan so'rimizdan Aturgul 3-modeli bo'ladi. Hop, 240 ga 290. Buni narxi ustunlari yong'oq, qolgan yeri sasna bo'ladi. Buni narxi 6 million so'mga Iminni mana shu so'rini 12 ta viloyatga dastavkasi besplatni 6 million so'mga. Faqat o'zimda obunachilarim uchun har xil mavzudan deyish esdan chiqmasin albatta. Corona model kerak menga, shohonarog'i, arzonrog'i deganlar uchun xudo xolasa hurmatli obunachilar 240 ga 290 bo'lgan so'rimiz 4 ta ustuni yong'oq, balkasi, lagasi 5 ta bo'ladi, ikkala yondan tashqari. Buni narxini hozirgi kunda vodiy bo'ylab 7 million so'mga yetkazib beryapmiz. Qolgan viloyatlarga 500.000 qo'shiladi obunachilar. Corona modelimiz. Endi men o'ta ko'pchilikmi oilaviy o'tirgani ham, bemalol yotgani ham kattarog'i kerak deganlarga 2,5 metrga 3,5 metrli so'rimiz. Ustunlari yong'oq, qolgan yeri sasnali, tevasi gladkili, past paxta gulli deb qo'yadi, chiroyli qilib o'yilgan. Bularimizni narxi hop 6,5 million so'm, 7 million 8 million shunaqa 8,5 millionligi ham bor. Aloqaga chiqsalaring, rasmlarini boshqasini tashab beramizda. Bu hozir 6,5 million so'mlik modeli. 3 ga 4 eng kattasi kerak deganlarga mana 3 ga 4. Bunimiz bo'rtma gulli deb qo'yadi. Dilali fason ustuni yong'oq, qolgan yeri qayrog'ochdan chiqqan eng mustahkam so'rilardan, razmeri ham 3 ga 4 eng gigant so'ri. Buni bizda chuqur soyoz, bo'rtma gul, aturgul har xil turi bor, modeliga qarab narxi o'zgaraveradi. 8 milliondan 10,5 milliongacha. Iminni mana shisi 10 million 500.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkasi besplatni qilib beraman. 10 million 500.000 so'mga. Bular yig'mali holatda bo'ladi, hurmatli obunachilar. O'zingiz borib boshqa viloyatdan bo'lsangiz, Isuzu mashinasidan berib yuboraman, ustanovkasini bir qator tushuntirib qo'yaman, bemalol ustanovka qilib olaverasiz. Vodiyga bo'ladigan bo'lsa, ozmoz murosasini qilamiz, borib o'rnatib beramiz albatta. Razmeri 3 ga 4. Endigi navbat xudo xolasa Toy nomli shohona so'rimizga, xudo xolasa razmeri 2,5 ga 3 metr bo'ladi. Nimaga Toy desangiz, mana oyoqlari ham, old oyoqlari qandaydir bir o'zgacha qilib ishlaganmiz, xudo xolasa ko'pchilikka yoqayapti. Bunimizdan ancha misol Samarqandga, Kitobga, Qashqadaryo, Surxondaryoga, Jizzaxga, shu tomonlarga berdik. Andijon asagalarga berdik, xudo xolasa olganlar maza qilib ishlatishyapti. Narx-navosi 15 million so'mdan 14 million so'mga tushirib qo'ydim. Dastavkalari ichida bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham hashamdor bo'lgan so'rimiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana hoji onalar, hoji otalar bemalol qiynalmasdan chiqib olishlari uchun yosh bolalar ayniqsa. Mana bu yerlari nima deyapti bu so'rini, xudo xolasa. 1,5 yilda tayyor bo'lgan so'rimiz. 1,5 yilda. Haqiqiy qo'l mehnati bo'ladi. Bu hali to'liq ustanovka bo'lmagan, showroomga yig'ib qo'yganmiz. Razmeri 3 metrga 3,5 metr bo'lgan so'rimiz mana. Operator yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz. Haqiqiy qo'l mehnati bu. Mana bu gullari rushnoy qo'lda o'yilgan bo'ladi. Mana busi 6 sm qalinlikda bo'ladi tevalari. Gigant so'rimiz o'zi ham. Buni juvoy nima desa bo'ladi? Yonidan ko'rsangiz o'ta boshqacha vahima bo'ladi mana. Yo bismillahirrohmanirrohim. O'tirganda ham mana shohlarda o'tirasiz-da mana, xullas mana. Hoji ona, hoji ota bitta bosib o'ravering, xudo xolasa. Bor yo'g'i 38 million so'm.
dastavkasini qilib olib borib o'rnatib beramiz. Bunga qiziqish bildirganlardan asosan hofizlarimizdan, artistlarimizdan Hosila Rahimova bilan keyin Vohidjon Isoqov akamiz telefon qildilar. Xudo xolasa, ozgina kattarog'i kerak deyishdi ular, shunday. Bir akamiz, Samarqandlik akamiz 30 million berdilar, Asakalik akamiz 32 million berdilar. Ozgina qo'shilsa berib yuboramiz, xudo xolasa. Bundan ko'ra kichikroqi ham bor, unisini ham ko'rsatib ketamiz. Mana busi esa 3x3 bo'lgan razmeri, xuddi shuni 3x3 sal gullarida, boshqalarida farq qilib qoladi. Buni narxi bor yo'g'i hojona hojota 34 million so'm. Ozgina kelishtirib beramiz. 3x3 bo'lgan so'rimiz. Pol taxtasini qalinligi 3 sm bo'ladi, qalin bo'ladi juda ham. Shunday. Zinalari ham mustahkam, mana. Oyoqlarini ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. 14 ga 14 yong'oq yog'ochdan chiqqan mana shulari. Qolgan jaytlarini, materialini aytib o'tmay ketibman. Chinor bilan qayrog'ochdan tayyorlangan pol taxtasi sasna bo'ladi, poli. Mana shu turishi 34 million so'm. Uyingizga borib o'rnatib beramiz. Vodiyda bo'ladigan bo'lsa, ozmoz murosasini qilamiz. Voha tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'sha narx ichiga olib borib o'rnatib beramiz xullas. Bemalol pastga nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa.